Assalomu alaykum. Vaalaykum assalom. Nima gaplar? Man siz bilan yashamayman aka. Pulli sizni omadsiz. Yo'q, man omadsizman shunchalik. Man ketaman. Ajrashaman siz bilan. Boyiylik gapirmayman menga. Nima qilyapsan? Man pul topaman. Unaqa qilma faqat. Yo, jin ursin. Odamlar soxta bu dunyoni, do'stim sen o'yla u dunyoni, aldanma o'yiniga bu dunyoni, rohati boshqacha u dunyoni. Kelib qolinglar, lotereya bor, lotereya. Janob, nima bu? Lotereyaga keling, jitel. Nima, o'z omadimni sinab ko'rsam bo'ladimi? Da, men buni sinab ko'rsam bo'ladi. Lekin men omadsizman. Omadsizlar omad keladi. Iltimos, bitta sinab ko'ring, meni aytdi deysiz. Yo'q, mayli, mana oling pulni. Nima qilishim? Hop. Qani. Jackpot, tabriklaymiz. Yo'q, jin ursin. Qancha yutib oldim? Короче, siz 1 milliard dollar yutib oldingiz. Yo'q, mana pullarmi shumi? Da, o'shani olib qo'ying, yo'lasan. Shuncha pullar siz yutib oldingiz. Boravering endi. Rahmat, boraveraman endi o'lasan. Hammaga vaqtiraman, qishloqlarga o'lasan, jitellarga. Renzoga vaqtiraman. Mayli, bo'pti. Janob Adjusga rahmat. Okey, yana kelib qoling, yo'lasan, kelib turing. Ketdi o'lasan, vaqtiraman hammaga. Yo'q, jinsan. Shuncha pul yutib olaman. Yo'q. Ne, hammasi yaxshi. Tushunmadim bu. Ahmad kelyaptimi? Renzo, nima gap o'zim boqqan bor. Nima bo'ldi? Men maqtamoqchisan sen menga endi. Короче, yo'lda lotereya yutib oldim, o'lasan, 1 milliard dollar berishdi. Yo'q, jinursan rostdan. Da, yutib oldim, mana pullar o'lasan, senga ulashtirdim endi sen jigarimsan. Yo'q, rostdan 1 milliardmi? 1 milliard emas, lekin pul o'lasan, yutib oldim. Endi bunga xotira olaman, o'lasan, bola chaqa qilaman, mashina olaman, ketdim. Rostdan. Yo'q, jitel qanday 1 milliard dollar lotereyadan yutib olibdi. Jinursan obunachilar va lekin просто vau, короче, lotereyadan shuncha ana yutib olgan bo'lsa, вообще tushunmadim, o'sib qoldi, tushunmadim. Mayli, tabiat xatosi bo'lsin. Xo'p, o'sha короче, jitel qanday yutib oldi ekan? Buncha pul nima qilmoqchi ekan? Yoki xotin olaman dedi, aytgancha esimdan chiqibdi. Xotin olaman dedi, yoki mashina olaman dedi, yo uyini remont qilsa kerak, bilmadim shunaqa narsalarga. Men ham masalan, men bo'lsam o'rnida albatta bir qanaqadir BMW Mercedesmi olardim aslida, lekin hammaylar bilan hozir meri oldiga berib kelsak, addi shu chot keshib bo'ladi obunachilar. Dasta videoga like bosinglar, kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Assalomu alaykum janob mer, yaxshimisiz? Vaalaykum assalom, Renzo. Nima gaplar bo'ldimi? Da, bo'tdi, ketibdi, nima gaplar? O'zingizdan nima gaplar bo'tdi mer? Tinch shu. Mayli, men ketdim mer. Okey, davay, xizmat bo'lsa chaqiraman. Xo'p, bo'pti. Onasini emsan, men ketdim, uyga boraman. Va obunachi sizlar videoga like bosing. Yo'qmi? Spiderman? Ko'zimga ko'rinyapti, onasini emsan. Tushunmadim. Mayli, necha nima deymiz endi? Yo'q. Короче, onasi sonlari qishloqlar olib, onlaring man Bugatti olib o'sha yuvish uchun masalanlarga pul tarqatyapman. Yo'q, rostdanmi? Qishloqqa qanday bunchalik sen kuchayib ketding? Bugatti olib bitta haydab ko'r, iltimos. Mayli, man davrda kayf qilgan bitta haydab ko'r, mayli bo'pti sen. Agar urib olsang qara, lekin 50 ming dollar so'raysan menga, olasan sen. Okey, bo'ldi, olasan. 500 ming dollarmi, 50 ming dollarmi fanga farqi yo'q. Nimaga yurmayapti bu? Jitel nimadir xato bo'ldimikan? Jitel nimaga? Tagi tegyaptimikan? Bilmadimmi, olasan sen, qara lekin bo'lsa. Buzmayapman. Jinnimsan, qanaqa u yurmayapti-yu bu. Musorda olgansan, вообще. Bugatti agar yurmasa ishqim qolib ketadi deb bunda. Bilat. Yo'q, yurmayapti bu qishloqi. Nimaga yurmaydi, garangmisan? Yo'q, yurmayapti, voy. Janarsan bundan
Ey, qarang-chi, boshqa mashina olaman desa bo'lmabdi. Ya bo'pti ketib yoqqa ko'ruvchi o'zim olasan. Sen buzib qo'yganmisan olasan bilmadim ey. Qanaqa buzib qo'yaman, hali endi o'tirdim-ku, garang. Mana shu yerga qo'yaman, qarang-chi, qana uni огородning oldiga parkovka qilib o'tachman desa, bu chiqolmayapti men bu yerdan ey. Voy, yo-moyo, jiyanim. Bu musor ekan qarang-chi, Bugattiga bo'lgan ishqim вообще-то o'lib ketdi. Men musorini ol qarang-chi, boshqa Persmi yo'g'ida bu Lamborghinimi, qarang-chi, Lamborghinimi yo'g'ida qanaqadir mashina olmaysanmi qarang-chi, BMWmi? Men Bugatti keladi, ko'p bo'lib yurardi. Men pullaringni olay qarang-chi, o'zing ham qarang-chi, o'zingga ham, mashinangga ham shu qo'yag'im, tushundingmi? Bora qoling siz. Вообще-то gapirmagansan menga. O'tkazib qo'ygan joyida gapiryapti, obransizlar. Nimaga u unaqa qiladi desam, Bugatti ham ishlamayapti, aytyapti, yurmayapti-da. Mayli, asabimni buzmayman, obransizlar. Sizlar videoga like bosib qo'yinglar va kanalga obuna bo'lib qo'yishingizni esdan chiqarmanglar. Va men ozgina o'z kompyuter o'ynayman. Tik bam bam. Xo'p, ana endi obransizlar. Emsa jitil nima qilyapti degan tashqarida. Yo'qmi, jiyansan, nima qilyapsan? Pullarni olasan. Pullarni olay Spider-Man. Spider-Man nima qilyapti bu yerda? Men pullarni olasan, men sadaqa qilaman, bir kun. Tushunmadim, sadaqa qilyapmanmi yo'qsa nima qilyapti? Voy, jiyansan ey. Bu bodring bosham. Tushunmadim, kreativ oldingmi qishloqqa? Bilasan, ukam edi, har doim kreativda yurayman, olasan. Yo'q, qanchaga sotib olding, sen jin urg'ur? Men qarang-chi, olasan, pulim ko'p, tushundingmi? Вообще-то menga xuyet qilma unaqa. Вообще-ku ya, qishloqi. Va obunachilar nima qilyapti bu qishloqi garang bodring bosh. Men onasam men hozir ishlarimni qilishim kerak. No obunachilar, sizlar videoga like bosinglar va kanalga obuna bo'lib qo'yishingizni esdan chiqarmanglar obunachilar. Qilayotgan ishini qaranglar, garang. Tomdan kreativim bor deb qanday qilib tushish mumkin? Garangmi u? To'g'ri aytinglar, qishloqi garangmi obunachilar? Davay ana shu videoni mashergacha ko'rgan bo'lsanglar, qishloqi garang deb yozib qoldiringlar. Davay, mana shuni bilib olaman-da obunachilar, kommentariyada qishloqi garang deb yozib qoldiringlar. Let's go obunachilar. Hozir men buni aytgan ishidan shunaqa kulib sen to'g'rimi? Jitil ko'rdingmi? Mana ko'rdim, вообще-то nima bo'lib qoldi? Da shunaqa. Вообще, o'zcha endi boyman deb men Bugattini olganda, bir tinga qimmatlansa sen yurmaydi. Qani bitta minib ko'ramiz agar ochiq bo'lsa. Yo'q, ochiq ekan. Buni bir tinga qimmatni qaranglar, yurmaydi, qaranglar, bu narsa yurmayapti, qaranglar. Ana, tiqilib qoladi yozgan joyida onasi ham. Bo'lmaydi, bunaqa mashina degani. Mashina degani yurish kerak har taraflama. Bunga qaranglar, endi quturdi bu, jinni bo'ldi mana. Buni qaranglar endi. Voy, onasi ham buni to'xtatib bo'lmaydi menimcha. Yuraversin-chi, atak Bugatti. BMW Mercedes ovorish kerak edi atak. Shunaqa qanaqadir to'g'ri tanlov qilmaganda qishloqi. Nima deymiz endi obunachilar? Endi qishloqi bodring bosh garang deyman. Men keldim men qarang-chi, men bular огородdagi ishlarni bermoqchiman qarang-chi. Davay tashlachi. Xo'p, mana mer tashlayapman. Panaga qilmay mer. Qolib ketdi garang. Bo'ldi, men tashlayapman mer. Xo'p, yaxshi. Bir kunlik daromadimiz yaxshi, to'g'rimi? Da, shunaqa, men ketdim. Bo'pti u. Obunachilar, shu videoga like bosinglar-da, kanalga tushunmadim. Assalomu alaykum deb ketsa, onasi ham nima bu o'zi? Oti nima edi bu? Temir odam, Temir odam edi. Temir odam nima qilyapti? Obunachilar. Yapilla habibi, chill bro. Pul tarqatyapman, kimga pul kerak? Yapilla habibi, Yo'qmi, nima qilyapsan qishloqi garang? Pul tarqatyapman, yapilla habibi, ollar, chill bro. Yo'qmi, obunachilar pul tarqatyapti, вообще-то. Hammalar obunachilar, sen bugungi kun juda ham qiziqarli bo'ldi. Albatta videoga like bosib qo'yasiz degan umiddaman. Hammaga xayr.